Bu yer yuzidagi eng xavfli jonzot siz o'ylagan narsa emas. U akula ham emas, ilon ham emas, hatto sher ham emas. Bu mitti, jim va ko'zga tashlanmaydigan qotil. Chivin. Har yili chivinlar sayyoradagi boshqa har qanday hayvondan ko'ra ko'proq inson hayotiga zomin bo'ladi. Ular tishlari yoki tirnoqlari bilan emas, balki bundan ham dahshatliroq qurol bilan o'limga olib keluvchi viruslar orqali o'ldiradi. Bezgak, dengi, Zika kabi kasalliklar millionlab odamlarning umriga nuqta qo'ygan va bularning barchasi vazni bir dona guruch donasidan ham yengil bo'lgan jonzot sababli yuz beradi. Shuning uchun keyingi safar qorong'ida o'sha sekin g'o'ngillashni eshitsangiz, yodda tuting. Eng xavfli yirtqich bu siz qo'rqadiganingiz emas, balki deyarli sezmaydiganingizdir.